Surxondaryo Termizdan Ma'zam bobomizni 13-avlodlari kelishgan ekan. Eshon bobolarimiz hozir ulardan ma'lumotlarni olamiz. 13-avlodlardanmi? Xudoga shukr, farzandlarimiz hammasi mana shu yerga kelib ketib turamiz, ko'kalarimiz. Biz turamiz bobomizni. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Kelajakda ham nasib bo'lsa farzand nevaralarini olib kelib turamiz. Eshon bolalarning avlod ajdodlari. Mana shu prezidentimizning tashabbusi bilan qayta ta'mirlanyapti. Islom Abdulaziz Karimov davrida bo'ldi. Jo'rabek vazirligida bo'ldi. Mirzayevdan endi mana shunda Islom Buxoriyni ta'mirlagan, yana qaytadan ta'mirlashdi. Sovet davrida darixona bo'lgan bir qarovsiz ahvolda edi. Mana hozirgi kunda mana yashnab yayrab turib hamma go'zaldan go'zal bo'lib ketyapti yo'ldan yo'lga. Mana shu eshon bolalarimiz. Deyarli otalari Namanganda o'tgan. Namanganda. Kimning otalari? Mahmud bobomiz. Namanganda qabrlari. Ahmad deydi. O avlodimiz payg'ambar avlodiga boradi. Bu Fatma avloddan keladi. Sizlar. Qabul bo'lsin ziyoratlar. Sizlarga Alloh qabul qilsin. Maqsadlaringizni yetkazsin Muhammadga. Rahmat, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Mana shunday buyuk insonlarning izidan yurishni bizga nasib qilsin. Iloh. 43 yillik sinfdoshlar uchrashuvdi. 43 yillik? Sinfdoshlar. Ana haqiqiy diydor shirin. Albatta. Sinfdoshlar. Bu kishi kelin, sinfdoshimizda ayollari. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Ana sinfdosh dugonalar. Ko'ring, havas qiling do'stlikni qadrini. 43 yil bo'libdi-ya. Immunitetni ko'tarib oling dugonalar bilan. To'ppa-to'g'ri. Diydorlashganda immunitet ko'tariladi. Mana ikki tomonimda o'tirgan ikkalasi ham inqilayotganlar. Chopib yuribdi ikkidan beri. Ko'z tegmasin ilohim. Eshon bobomizni 13-avlodda, 13-avlod. Kimni 13-avlod? Mana bu kishilar, sinfdoshimiz Eshon bobomiz, amak bobolarimiz ziyorat qilgan. Ular 13-avlodi mana shu kishilar. Sizmi? Bosh bobomiz Mahmudjon bobo. Shularning avlodlarisiz. 13-avlod. Qarang. Bu falakni gardishida aylanib shu bugun ziyoratga kelib, mana shu yerlarga mana shu bobomizni mana 13-avlodlari bilan diydorlashib turibmiz.